Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari. Bugungi mashinamiz Nexia Sonos Hybrid 2013-yilda ishlab chiqarilgan mashin. Mashinangizga sifatli xizmatlar kerakmi? Unda bizlarga bemalol murojaat etishingiz mumkin. Bizlarning servisimizda beton o'rnatish, propon o'rnatish, programma, diagnostika, 4-avlod gaz tozalash, avtoelektrik xizmatlarimiz bor. Tilimizni tushuntirib o'tib ketadigan bo'lsak, Vodnikda Suvchilar shaharchasida deb aytiladi. Do'rimizda Xetbada to'yxonasi, banimizda Feruza kafesi. Berimizda yana 4 avtobus o'tib ketadi. Bemalol murojaat etishingiz mumkin. Ko'rib turishingiz mumkin, yumshoq polon qo'yilgan. 4 tane yumshoq polon qo'yilgan, akkumulyator toza. Mobil urilgan zanglamasligi uchun. Hozir tashqi ko'rinishini ko'rsatib o'tib ketaman, keyin ichki ko'rinishini ham ko'rsataman. Ya mashinamiz. Doğrusu men o'zim ham havas etdim mashina, zo'r mashina ekan. Ya görünüşü уже dik mashin, bu qiyinchilik görmeyen mashin. Ya. İçki görünüşü probegi 137.204 km tuttu ekan. Patologları metana bak. 2022-yilda qo'yilgan metan. Tak, mana arkalari ko'rib turishingiz mumkin. 20 tikina turibdi. Muhammed eldini açıp ver. Muhammed eldini. Şat yani kapatmışlar. Ko'rib turishingiz mumkin. Akkumulyator toza. Nexia Sonos Hybrid экспертный вариант, экспорт вариант. Ko'rib turishingiz mumkin. To'rt oynasam knopkali, metana boyna. Kimga shuning uchun mazali mashin kerak bo'lsa, bemalol murojaat etishingiz mumkin. 2010-yilda ishlab chiqarilgan mashin. Bunday addilarim. Kimga shuning mazali mashin kerak bo'lsa, bemalol murojaat etishingiz mumkin. Egasi nomerini ko'rib qo'yaman. Aloqa chiqishingiz mumkin. Bemalol. Bahasi 58 milyon so'm kelishiladi bu бағаdan. Ya görüşürüz mümkün maşın. Bemalol aloqa chiqishingiz mumkin.